Tak, Cherry Yeti Pro mashinamizni nasib qilsa xudo xohlasa svechchalarni alishtiramiz. Tak, mana svechchalarni ochdik. Mana zazorni ko'ryapsizlarmi? Salondagi professorlar buni yaxshi deb aytibdi-da. Endi mana bu yangi svechchasi. Mana zazor. Endi bu bilan buni stolga ushlayman, uni zazorni ko'rsating, odamlar ham ko'rsin. Mana farqi. Buni zazorda mana arasi qancha katta. Bunisi o'zim bitta ko'raylik-chi. Mana bu ham yangi. Zazorga qarang. Ko'rdingiz-a? Zazor katta bo'lgandan keyin rasxod ko'payadi. Mashina bittada zavod bo'lmaydi bu qishda, qish chog'ida. Shuning uchun qorayib ketadi yonlari. Shuning uchun svechchani vaqt-vaqtida ustalarga ko'rsatinglar. Iloji boricha mana buni originaldan qo'yinglar. Ana bunimiz original, ha? Original mana bu. Mana shunaqa korobkada keladi Xitoydan. Buni mana shunaqa korobkada Xitoy ham bu. Ehtiyot bo'lasizlar olganda. Ishqilib ishonchli joydan olib qo'yinglar. Xitoydan buni sexda yasalgandan qo'ysangiz erib tushadi polshining ustiga.